Ismim Shohsanam. Men Zarmet universitetining Buxoro kampusidagi filologiya va tillarni o'qitish kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun Zarmet universitetining Samarqand kampusida bo'lib o'tgan birinchi respublika ilmiy anjumanida ishtirok etishga muvaffaq bo'ldim. Zarmet universitetining Buxoro kampusi tillar kafedrasi mudiri Mavlonova o'g'li Hamdamovnaman. Konferensiya 4 ta sho'badan iborat bo'lib, 100 dan ortiq doktorantlar, ilmiy izlanuvchilar, talabalar va albatta professorlar ishtirok etishdi. Bunday konferensiyalarni o'tkazishdan maqsad hozirgi yoshlarda adabiyotshunoslik va tilshunoslik fanlarini o'tishdagi o'qitish metodikalari, shu fanlarni o'qitishda qanaqa metodikalar qo'llaniladi, mana shularni juda keng, ko'tarinki ruhda muhokama qilindi va ko'pgina savol-javoblarga boy bo'ldi.